Assalomu alaykum YouTube ahli. Sizlarga bugun mikserlar haqida batafsil video orqali yoritib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxini videoni oxirida aytamiz. Sifatiga yarasha bo'ladi narxi ham. Like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Xo'p, akalar, opalar, biz aytayotgan mana shu Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan, Italiya uchun eksport qilish uchun ishlab chiqarilgan juda ham sifatli bo'lgan B30 modeldagi mikser. Buni hozir sizlarga ishlatib ko'rsatib beramiz. Hozir birinchisi ko'rsatib turibdi. Buni afzallik jihatlarini aytib o'tay. O'zida taymeri bor va stop. Mana bu stop bo'ladi va mana o'zi yoqib beruvchi kulchati bo'ladi. Yana bir afzallik jihati, mana bu sensor bilan jihozlangan bo'ladi. Mana buni ochiq holat bo'lsa ishlamaydi. Juda ham bir boshqachagina qilib ishlab chiqarilgan. Hozir ishlatib ko'rsatib beramiz. Hop, mana hozir taymersiz ishlatyapmiz. Mana onda tursa taymersiz bo'ladi. Offda ishlamaydi. Hozir mana bosib ishlatib beramiz. Hozir bu birinchi ko'rsatib ishlayapti. Mana hozir biz aytganimizdek, mana sensorli bo'ladi. Va yana yopib turib mana buni bosadi. Yana ochasida ikkinchi skors, mana tevasidagi ikkinchi skors bo'ladi. Tezliklarni ham ko'rsatib beryapmiz video davomida. Mana uchinchi skorsga olamiz. Ishlashlari juda ham sifatli ishlangan. Kimga kerak bo'lsa, shu mikser sohasida juda ham nima desa bo'ladi, muammolarga uchrayotgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, mana shu mikserni tavsiya qilyapmiz. Narxiga keladigan bo'lsak, videoni oxirigacha ko'ring. Narxini ham video davomida oxirida aytib o'tamiz. Akalar, opalar, videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsani, narxini aytib o'tamiz. Bu mikserimizning narxi $580. Oxirgi qilib berilayotgan narxi. Foydalanuvchilar bo'lsa aloqaga ham chiqishingiz mumkin, lekin buni ishlatgan odam mana bu B30 modeliga ko'nikish juda ham qiyin bo'ladi, chunki bu Italiyaga eksportga chiqqan dedik video davomida. Kimga qiziq bo'lsa, batafsil telefon orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. 12 ta viloyatlarga kelishuv asosida dastavka ham qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.